Qo'yanchi qayerga ketasan? O'zi 2 kun oldin aytdim-ku. Belim og'riyapti, ketaman. Bahana kasal uyda birinchi bo'lsa, darrov bahana qilib ketaman shu olasanmi? Makkini katta olin uraman. Parvardachi. Ertaga akamlar xo'roz so'yatgan ekan. Borsam maylimi? Sen qozicha uyalmay ekansan-da. O'tgan kuni opang isqiganda borib kelding-ku. Endi shu tarafda tutun chiqsa, dultaynab ketaverasanmi deyman. Men bir joyga chiqolmayapman-da. Ketaman. Tutdi bu qo'yanchiqga. Qari o'laman deb yosh ketaman deb qo'rqdingmi? Falon to'yga bitta ko'ylak bering. Kecha ammay to'yda yangi pambaq ko'ylak gapirdim-ku. Shuni kiyaqay. Ikkita to'yga bitta ko'ylak kiyib endi hamma ayol gapirib meni bazirak qilsin-a? Bermasangiz bermang. Ketaman deb 7 ta bolamiz bo'ldi. Bu sirqov ketmayman deganda 40 ta bo'l ekan-da. Men uyda bolalar qarab o'tiribman-da, bu aka jurasin to'yda o'yinchi bilan lazgi o'ynab yuribdi. Ha, qichab qayga? Qayga bo'ladi uyga? 100 ming bering ketaman. Ichim chiqirsa jirtirlab uyga ketar ekan-da bu hozircha. 100 mingni nima qilasan? 50 mingga yetib olasan-ku uyinggacha. 3 kundan keyin qaytib kelishdachi? Peshkob kelamanmi? 3 kundan keyin kelaman. Evil chuchi. Ketaman der ketsa ketar.